Qaranglar qizlar, men bilasizlar, ikki etapda ishlab beraman. Birinchisi kokteyl, mana bu Drain. Men bu yerdagi detokslar bilan, detoks birinchi shagi bilan очищение qilaman. Ikkinchi etapda qizlar, ikkinchi etapda antivirusniy, immunomodulyator, adaptogen, shetavitkalarga juda ham yaxshi yordam beradigan Biodron bir oyda 2 ta ketadi. Женский гормон, kista mioma, eroziya, adenomioz, menstruatsiya sikl buzilishlari bilan hammasiga Donabella. Gormonalniy fon uchun kortizolga 5-HTP liposamol, melatonin, serotonin gormoni, magniy, omega, kortizolga shu uchalasi bilan ishlayman. Testosteron gormoni men bu Bibest bilan ishlayman. D3 bu отдельный gormon. Praindol umumiy gormonlarga Praindol beraman va albatta terini osilmasdan chiroyli ozishi uchun kollagen, suyak yemirilishlarini ham lecheniya qilib beradi.